Savol. Assalomu alaykum ustoz. Hozir Turkiyada uy ijara olmoqchi bo'lsak, o'ttirdagi vakolatchilardan olar ekanmiz. Ular bizni uy egasiga uchrashtirib qo'yganligi yoki qo'lida ijara beradigan uy bo'lganligi uchun vositachilik haqqi deb ma'lum miqdorda pul berdi ekanmiz. So'ramoqchi bo'lganim, men bir uyni deyishib bir oylik ijara, imlokchilik haqqi, depozit qatorliq pulni berib kirib, 15-20 kun o'ltiribla uyni bekorlab bergan bo'lsam, shar'atda mening u kishidan imlok haqqi pulini va bir oy to'shmay qolib qolgan kunlarning pulini so'rash haqqim bormi? Imlokchining men talab qilgan pulni bermayman deyishi durustmi? Agar imlokchi emas boshqa bir kishi mushundoq uyni bergan bo'lsa, buning hukmi shunga o'xshashmi? Javob: Va alaykum assalom. Bedikchilik haloldir. Chunki u olg'uchi bilan sotquchi o'rtasida vositachilik qilishdir. Bir kishi bir uyni imlokchi vositasi bilan elib o'ltirgandan keyin to'xtamlashgan muddat to'shmasdan uydan qopib ketgan taqdirda imlokchiga bergan tapan haqqini va bir oy to'shmay qolib qolgan kunlarning pulini qaytarib olish haqqi bo'lmaydi. Chunki imlokchi shu uyni tepib berganga haqqini olgan bo'ldi. Sizning uzun muddat o'ltirish yoki o'ltirmasligingiz o'zingizning ishi. Boshqa bir kishi uyni vositachilik qilib bergan bo'lsa o'xshash. O'zining uyini bergan bo'lsa tapan haqqi olmaydi. Lekin depozit va qolgan kunlarning pulini tutib qolish haqqi bo'ladi. Agar to'xtamda butishgan muddat to'shmasda qopib ketgan taqdirda depozit tutib qolindi deyilgan bo'lsa, uni qaytarib olish haqqingiz bo'lmaydi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvada doktor Abdul Aziz rahmatulloh.